Salom hammaga, men yana qaytdim. Bugun men sizlarga qaysi universitetda o'qishim va universitetga qancha to'lashim, qanaqa qilib topshirganim haqida gapirib beraman. Men University of Europe for Applied Science universitetida o'qiyman, Berlin kampusida va men bu yerga 2024-yil o'qishga qabul qilinganman. O'sha yil topshirib qabul qilinganman sirazi. Bu yoqda kontrakt o'zi 12 mingdan ko'proq bo'ladi yiliga, lekin agar baholaringiz to'lqa 5 bo'lsa, ya'ni 90% dan ortiq ko'rsatkich ko'rsatgan bo'lsangiz, unda sizga scholarship beriladi. O'zi qancha baholaringiz borligiga qarab beriladi. Ya'ni 4 baholaringiz ko'p bo'lsa, unda kamroq scholarship olasiz. 5 ko'p bo'lsa, unda ko'proq scholarship olasiz. Men eng ko'p 5 borligi uchun 50% scholarship olganman. Va hozirda yiliga 6000 yevrodan oshiqroq to'layman xolos va semestr bo'yicha bu 3000 dan oshiqroq bo'ladi ozgincha. Men bu narsaga birinchi o'zim topshirib ko'rganman, qabul qilinganman, lekin nimadir xato qilyapmanmikin deb o'ylab turib, keyin konsalting bilan ishlaganman orada. Lekin baribir ham ularga hujjatlarni o'zim tayyorlab berganman, hammasini, motivational letterni, CVni, hammasini tayyorlab berganman. Ular meni nomimdan просто topshirib berishgan va vizaga yordam berishgan menga. Aynan nima hujjatlar kerakligi haqida. Va shu bilan birga o'zim ular narsalarni o'rganib olganman. O'zi juda ham asli oson jarayon bo'lgan. O'shanchunli men hozir boshqalarga ham bu narsa haqida ko'proq ma'lumot berib kelaman Instagramda. Bu universitet xususiy universitet bo'ladi, shuning uchun ham kontrakt juda ham katta. O'zi davlat universitetlarida bunaqa katta kontrakt to'lamaysiz, umuman kontrakt to'lamaysiz aslida. Lekin bizda shunaqa va bu universitetda diplomi ko'pchilik aytadi, O'zbekistonga o'tmaydi deydi, lekin Germaniyada qabul qilinadi bu narsa. Shuning uchun men bundan keyin magistratura o'qimoqchiman. Germaniya o'zining davlat universitetida o'qiyman bu narsani. Shunda meni diplomim hamma joyga o'tadigan bo'ladi keyin. Lekin menimcha muhimi diplomda emas, muhimi sizni bilimingizda va olgan tajribangizda. Chunki o'zi aslida bu universitetda o'qib turib ham katta joylarda ishlaydigan juda ham ko'p odamlar bor. Chunki universitetni 5-semestrda, ya'ni 3-yilning boshida siz praktika qilishingiz kerak, amaliyot o'tashingiz kerak. Bu majburiy va ana shu narsa sizga katta yordam beradi. Kelajakda ko'proq bir experience olib turib boshqa ishlarga topshirishingizga. Universitetga o'zini saytidan directly topshirasiz, o'zining saytidan topshirasiz xolos, boshqa bir saytlardan kirib topshirmaysiz va sizga kamida bir haftada javob kelishi kerak va agar qabul qilinsangiz aytishadi, qabul qilindingiz va boshqa nimalar kerakligini, qanaqangi hujjatlar kerak ularga, shularni hammasini aytishadi. O'zi siz bilan bog'lanishadi, telefon qilishadi. Men boshida o'qib ketganman, menga telefon qilishganda, lekin bu skam bo'lmagan aslida. Men skam deb o'ylaganman, lekin yo'q, bu narsa haqiqat va shunaqa qilib men bu yoqqa o'qishga kelganman. Universitetning yotoqxonasi yo'q, lekin universitet o'zi Berlinda joylashgan va Berlindan tashqari Gamburgda, Dubayda, Izerholm va Potsdamda uni lokatsiyalari bor. Bizdagisi hozircha bilmadim, men Berlin yoqqan menga, yana Berlin tanlagan sababi o'zi Berlinda yashashni xohlaganman, shuning uchun tanlaganman va juda ham yaxshi o'qitishadi, ustozlari yaxshi, o'zini ustalarini olib kelishadi va o'tirayotgan narsalar ba'zilar aytishadi, juda ham bir kerak narsa o'tiladi deyshadi, lekin menimcha yo'q, hammasi kerakli narsa, ayniqsa prezentatsiyalar tayyorlash, ba'zi bir researchlar qilish, shunaqa narsalar bizda ko'p qildirishadi. Chunki o'zi Applied Science universiteti bo'lganimiz uchun ham shunaqa amaliyotlar qilishimiz kerak, ko'proq prezentatsiyalar qilishimiz kerak va ko'proq gruppalarda ishlashimiz kerak aslida. Bu narsa o'zi universitet nomiga mos deb o'ylayman va menimcha bu juda ham kerakli narsa. Chunki o'zi o'qisanglar bilasizlar, agar shu universitetda o'qisanglar yoki o'qimoqchi bo'lsanglar, bilasizlar. Men ham boshida balki shunaqa o'ylaganman. Men ham boshida bir kerak narsalar o'tishammikan, chunki xususiy universitetda bu yoqda unchalik ham bir baland universitet deb ko'rilmaydi-da, bu yoqda o'shanaqa deb o'ylaganman, lekin yo'q. Hozirgi kunda men o'sha 2-kursni bitirdim va menga o'tilgan mavzular hammasi menimcha kerakli bo'lgan, kerakli va men o'ylaymanki, bular menga katta yordam beradi kelajakda. Universitetdan tashqari ishlashingiz ham mumkin bu yoqda albatta. 20 soat ishlayman ham va universitetga hech qanaqangi xalaqitligi qilmaydi, chunki universitet o'zi oldindan bitta semestr uchun jadval chiqarib beradi siz jadvalingizni va shuni ishchiga ish olganga bersangiz, o'z shefingizga, u sizga shunga qarab turib ish qo'yib beradi, hech qanaqangi o'qishingizga ta'sir qilmaydigan qilib. Universitetda ta'lim ingliz tilida bo'ladi, lekin nemis tilida ham tanlashingiz mumkin. Bu albatta o'z xohishingizga bog'liq. Bundan tashqari universitetning o'zida nemis tili kurslari taklif qilinadi. Faqatgina semestr boshida ertaroq bu narsaga yozilib qo'yishingiz kerak va bitta semestr uchun 75 yevro oladi. Universitetimiz hamma studentlariga semestr ticket beradi, sotadi albatta. Biz uni sotib olamiz. Anchagina arzonroqqa sotib olamiz aslida, chunki umuman Germaniyada qanaqangi transport vositasi bo'lsa, u davlatga yoki xususiy bo'lsa ham, ana
yo'nalishlarni hammasiga o'tadigan qilib beriladi. Faqatgina bitta tez yurar poyezdlarga o'tmaydi. Lekin juda ham ko'p transport vositalariga bizning semestr tiketimiz o'tadi va anchagina arzonga tushirishgan bo'lardi bizni semestr tiketimizni aynan student bo'lganimiz uchun. Yana qanaqangi mavzular sizlarga qiziq yozib qoldiringlar va men bu haqda video yasashga harakat qilaman. Keyingi safargacha, xayr.